Voy, nimaga xafasan? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Endi siz ham kelin bo'lib ketib qolasizmi? Nasib bo'lsa ketaman singlim. Sen nega bundan xafa bo'lyapsan? Men xursand bo'lasan deb o'ylagandim. Ana, meni xonam senga qoladi. Senga yoqadi-ku xonam asalim. Siz ketsangiz oyim meni ko'p urishadilar. Opajon, bu oyimiz haqiqiy oyimiz emas-ku. Bizni yaxshi ko'rmaydilar. O'zimizni oyimiz bo'lganlari deydi. Siz ketsangiz men nima qilaman? Malika, o'zimizni oyimiz bo'lmasalar ham o'zimizni dadamiz bor-ku. Singlim, dadam bizni yaxshi ko'radilar. Ular seni ham, meni ham hech kimga xafa qildirib qo'ymaydilar, singlim. Xafa bo'lma, xo'p? Hali hammasi yaxshi bo'ladi. O'zimizni onamizni ham uchratamiz. To'g'rimi? Men kelin bo'lib ketsam ham, sendan xabar olib turaman tez-tez kelib. Xo'p. Sen buni o'ylab kayfiyatingni tushirma. Xo'p? Endi katta qiz bo'lib qolding. Xo'p. Jonim singlim. Asalim meni. Opajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman singlim. Yaxshi narsalarni o'ylagin, xo'p? Xo'p. Men borman yoningda. Xo'p?